Inson tabiatning bir bo'lagi bo'lsa-da, ba'zilar uning ustidan hukmrondek his qiladi afsuski o'zlarini. Tabiat inom etgan ne'matlardan bahramand bo'la turib ham unga ziyon yetkazishdan, o'simliklarni payxon qilib hayvonlarni tahqirlashdan ham tap tortmaydi. Bu haqida esa ko'plab misollar keltirish mumkin. Masalan, kuni kecha Buxoro viloyatida yashovchi fuqaro O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan bo'z echkemarga nos chektirib, bu holatni video tasvirlarga olgan hamda uni ijtimoiy tarmoqlarga joylagan. Mazkur holat yuzasidan tegishli tashkilotlar tomonidan o'rganishlar olib borildi. Batafsil muxbirimiz reportajda. Bugungi kunda O'zbekistonda sudralib yuruvchilarning 64 turi yashaydi. Shulardan biri bo'z echkemardir. Sudralib yuruvchilarning 21 turi noyob va yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan. Bo'z echkemar kam sonli noyob jonivor. Bugun uni Ustyurt kengliklarida umuman ko'rmaymiz, chunki inson taqibi va iqlim o'zgarishi oqibatida ular butunlay yo'q bo'lib ketishdi. O'tgan asrning 70-yillargacha bo'z echkemarlarni aholi yashash joylarida tez-tez uchratish mumkin bo'lgan, biroq so'nggi yillarda mazkur turning soni kamayib ketdi. Jondorlik bu yigit kam sonli noyob hayvonni cho'l hududida uchratib, uni tutib oladi va uni tahqirlash maqsadida og'ziga nos solib qo'yib yuboradi. Qo'shimizga kelganimda echkemar kirgan ekan, uni tutib, og'ziga nos joylab, dalaga chiqarib tashladim. O'z qo'l telefonimda videoga olib, uni Instagram o'zimning profilimga joyladim. Bu qilgan ishimdan pushaymonman, qaytib bu ishni takrorlamayman. Holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Ushbu holat yuzasidan Buxoro viloyat ekologiya boshqarmasi inspektorlari tomonidan o'rganishlar olib borildi. Jondor tumanida yashovchi fuqaro biz echkemarga nos chektirib, uni o'sha kunning o'zida qo'yib, tabiat qo'yniga qo'yib yuborgan. Ushbu holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 111-moddasi 1-qismi bilan bayonnoma rasmiylashtirilgan. Hozirda tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Ma'lumot o'rnida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 7-dekabrdagi qarori ilovasiga asosan bo'z echkemarni nobud qilganlik uchun hayvonot dunyosiga yetkazilgan zarar 34 million so'mni tashkil qiladi. Bu kun Zilola Xudoyqulova, Davlatbek Kamalov, Buxoro.